Prokuror bo'la olmagan, 10 yoshda otadan yetim qolgan va dadasining dushmanlari haqida gapirishni istamaydigan Qilichbek Madaliyev 34 yoshda. Marhum ijodkor Oxunjon Madaliyevning o'g'li Qilichbek otasining izidan borib, san'at yo'lini tanladi. Ozmi ko'pmi mashhurlikka erishib, o'z muxlislarini topdi. Xo'sh, 34 yoshni qarshilagan xonanda faoliyatini qanday boshladi? Agar otasi san'atkor bo'lmaganda u xonanda bo'la olarmidi? Qilichbek Madaliyev 1990-yilning 17-yanvar kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida dunyoga kelgan. U oilada 2 qizdan keyin dunyoga kelgan o'g'il farzand bo'lgan. Onamning aytishicha, dadam rahmatli tezroq o'g'lim ulg'aysa, uni to'ylarga olib borsam deb ko'p gapirgan ekan. Men ham 3-4 marta o'z bilan to'yga olib borganini eslayman, ammo bolalikdan nihoyatda tortinchoq yigit bo'lganim uchun odamlar bilan til topishib keta olmasdim. To'ylarda zerikib bir burchakda o'tiraverardim. Shu bois yo'q, men to'yga bormayman deganman. Bolaligim juda oddiy o'tgan. Ko'pchilik san'atkorlar maktab tadbirlarida faol bo'lgani, qo'shiqlar aytib tanlovlarda ishtirok etganini so'zlab beradi. Men umuman boshqacha bola edim. 7-sinfga qadar birorta maktab tadbirida ishtirok etmaganman. Hatto she'r yodlashni ham istamasdim. Darslarda ustozlar majburan old qatorga o'tkazmasa, orqa qatorda o'tirib, faqat darsni tinglardim xolos. Sho'xliklar, bolalarcha o'yin qaroqliklar umuman bo'lmagan, deydi Qilichbek Madaliyev. Xonanda san'atkor emas, prokuror bo'lishni istagani haqida gapirdi. Tortinchoq yigit bo'lsam ham maktabda juda mashhur edim. Odamlar qo'l bilan ko'rsatib, ana Oxunjon Madaliyevning o'g'li, dadasiga rosa o'xsharkan deb pichirlab gapirganini eshitib qolardim. Ammo o'sha paytda biror insonga dadamning nomini aytib maqtanganimni eslay olmayman. Ustozlar qaysi kasbni tanlash haqida so'rasa, prokuror bo'laman derdim, ammo bu kasbning nima ish bilan shug'ullanishini bilmasdim. Dadam rahmatli san'atkor bo'lishimni orzu qilardi. Dadam olamdan o'tgan payt bor yo'g'i 10 yoshda edim. 13-14 yoshlarga borib ichimda qandaydir olov lovullagandek bo'ldi va o'z-o'zidan san'atga qiziqib qoldim, deydi xonanda. Xonanda ilk marta to'yga chiqqani va qo'shiq uchun emas, dadasining hurmati uchun unga juda ko'p pul qistirgani haqida esladi. Dadamni juda kam ko'rardim. Dadam uyga kelganda biz uxlab qolardik, ertalab esa u dam olayotgan bo'lardi. Ba'zida haftalab dadamni ko'ra olmasdik. Ammo dadamning juda yaxshi odati bor edi. Men bolalarimni sog'indim deb kechasi bo'lsa-da yonimizga kirib yuz-ko'zlarimizdan o'parkan. Dadam vafot etgandan keyin ancha vaqt o'tib hamkasblardan biri o'zi bilan to'yga olib boradigan bo'ldi. U payt dadamning qo'shiqlarini kuylardim. Boshlovchi tanishtirgandan keyin odamlar ko'zda yosh bilan qarshiladi va juda ko'p pul qistirdi. Yosh bolaman, o'zimni qanday tutishni ham bilmasdim. Pullarning barini onamga berganimda, mening o'g'lim ham pul topadigan yigit bo'libdi deb rosa yig'lagandi, deydi xonanda. Qilichbek Madaliyev Oxunjon Madaliyevning sirli o'limi va unga zahar berishgani haqidagi mishmishlarga o'z munosabatini bildirdi. Bu gaplar mutlaqo asossiz. Dadamning do'stlari juda ko'p bo'lgan, dushmanlari haqida gapirib o'tirishni istamayman. To'g'ri, paytda juda yosh bo'lganman, ammo bilganim dadamning yuragi xuruj qilgan. O'limiga suiqasd va zaharlash aloqador emas. Yaratganning belgilab bergan umri bor. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham peshonada o'lim bo'lmasa, odam tirik qoladi, deydi Qilichbek Madaliyev. Dadamning qo'shiqlarini ijro etib to'ylarga chiqib yurgan paytlarim edi. Bir kuni dadamning do'stlaridan biri shoir Mirzo Karim bilan suhbatlashib qoldik. Dadamning muxlislari yaxshi kutib oldi, duo qildi deb to'lib toshib gapirib berayotganimda xuddi shu haqida qo'shiq ayting deb tavsiya qildi. Qo'shiqning mavzusi oddiy suhbat jarayonida paydo bo'ldi. O'sha yili Muhabbat Hamroyev va rejissyor Zokir Qayumov bilan Unutmoq osonmas nomli konsert dasturini o'tkazadigan bo'ldi va meni ham taklif qildi. 2005-yil ilk bor katta sahnaga chiqqanman. O'shanda bor yo'g'i 15 yoshda edim. Ishonasizmi, odamlar shu qadar ko'p guldastalar berganki, haligacha buncha ko'p gulni olmaganman. Dadamning muxlislari yig'lagan, ammo yosh bo'lganim uchun buning zavqini u qadar anglab yetmaganman, deydi Qilichbek Madaliyev. Qilichbek otasining qo'shiqlarini ijro etgani uchun xonanda Sardor Mamadaliyevdan ranjigani va u bilan jiddiy nizoga ham borgani haqida so'zlab bergan. Albatta ranjiganman, sababi u qo'shiqni buzib ijro etgan. Muxlislarning ham dili og'rigan. Shu bois Sardor Mamadaliyev bilan bu tarzda qo'shiqni buzib aytmaslik bo'yicha kelishib olganmiz. Hatto ustozlar qo'shiqlarni buzib aytadigan xonandalarga bag'ishlab Mirzo Karim so'zi asosida qo'shiq ham yaratgandim, deydi xonanda Qilichbek Madaliyev. Oxunjon Madaliyevning 2 qizi va 2 o'g'il farzandlari bor. Ayni kunda ularning barchasi oilali. Bu yil kenja o'g'li ham uylandi. Qilichbek Madaliyev oilasi va shaxsiy hayot haqida gapirishni unchalik istamaydi.
faqatgina 2015-yil oila qurgani va 2 farzandning otasi ekanligini ommaga oshkor qilgan xolos.